Yangi qishloqqa keldim. Yangi qishloqqa keldim. Maktab seriali tugadi bolalar. Biz esa yangi qishloqqa keldik. Do'stimga aytib qo'ygandim narsalarim va uyimni tayyorlab qo'yishini, uyimni tayyorlagan bo'lsa kerak. Avvalom do'stimning yoniga borishim kerak. Qaysi yerga? Bu qishloq hayratamiz. Do'stimni uyini topishim kerak avval. Mana do'stimni uyi. Voy g'alati ekan. Ana do'stim. Ey, qadaysan, Max? Yaxshi. Meni uyimni ko'rsata olasanmi? Sen uying narigi ko'zitsan yonidagi 2 etajli uy. Tushunarli, rahmat Max. Arzoyida kelib tur. Hop. Lekin jichelar ko'p ekan. Boy 2 etajli uy. Ko'zitsan yonidagi lekin qishloq chiroyli va akkuratli ekan. Anna ko'chasi, what the fuck? Qizlar qismiga. 3-uy, mana shu mening uyim bo'lsa. Bak. Mana mening narsalarim, hammasi mening narsalarim. Mana bu 2-chi etaj. Bu kichkina ekan, вообще kichkina ekan. Voy, bunaqa kichkina bo'lmaydi-yu, bunaqa вообще kichkina ekan bo'lar. 2-chi etaj bu soat. Normalde mana safe bo'lsa kerak, do'stimga pullar shunaqalar berganman. Do'stim yaxshi uy tanlabdi menga. Bu pechka, verstak, sandiq, narsalar. Bu omborni kaliti bo'lsa kerak, mana mening omborim. Kaliti. Bo'lsa kerak. Da ombor. Hech yo'q. Nima saqlaymiz agar bo'lsa? Yaxshi olamiz. Yo'qsa qo'yamiz. Bu qishloq bilan tanishishim kerak. Jichelar bilan so'rab. Avvalom uyga dokument olish kerak. Uy topshiradigan yo'qmi? Ey, jichel. Kibr ekan. Ey, jichel. Nima deysan? Ey, jichel. Bu ham. Ey, jichel. Nima deysan? Uy topshiradigan uy qaysi birini bilmaysanmi? Merda o'g'limi? Nima? Merda o'g'li ham bormi? Ha, merda o'g'li uy topshiradi. Qaysi uy? Aytor. Короче, akkuratli bir uyda. Okey, qaysi endi? Anavmi? Da. O sal boyvachcha shekilli, sharoit zo'r. Mana uyga qaraganda mana zo'r qarab panjaralar bor. Mana o'shalar. Salom, Senga nima kerak? menga dokument kerak. Sandiqda ol. Yaxshi. Dokument. Sen merda o'g'limisan? Ha, kabinayu kaptar merda o'g'li. Ora. Merda o'g'li ekan. Nima qilamiz? Boshqa joylarda ham tekshirishim kerak. Merda uyi qanday ekan endi? Merda uyi. Yo'q. Bitta odam turibdi. Mana shu merda uyi bo'lsa kerak. 5-uy merda uyi. Siz mermisiz? Ey janob. Nima deysan? Mermisiz? Da, merman. Sal neto ko'rinyapsiz-da. Короче, sen anavi borgu ko'zitsan tepasidagi tomorqada ishlaysan. Tomorqa tushunarli. Pul berasizmi? Da, men pul beraman. Ketaver.
kasallik tutib qoldimi? Da tutqanog'im bor. G'alati qishloq ekan. Tomorqa deydimi? Mayli, ishlayveramiz. Stop qilib turay. Mana tomorqaga ham ketdik. Kuznetsani yonidagi tomorqa. Mana bo'lsa kerak. Qochiydi, meraytdi. Buni men ishlataman. Mayli, bittasini ishlat. Bittasini men ishlataman. Tushunarli, mana senga. Mana menga. Okey, berdim. Hammasi bu qishloqda qoida shunaqa ekanda, ammo tomorqada ishlash shart ekan. Bu menga yoqayapti. Bu qishloq. Mayli. Chiqamiz. Hammasi ekamiz. Merda o'g'ri bo'lsa, demak xotini ham bor. Davay bo'ldi, endi bularni merga topshiramiz. Merga topshiramiz. Nima qilyapman? Bular hammasini merga topshirsak yaxshi bo'ladi. Merda uyi. Qomi g'alati ekan-da merda uyini. Mayli. Mana mer. Keldingmi? Ha, olib keldim. Mana bu yerda oling. Mana. Bittasi. Mana ikkinchisi. Oldingizmi? Da oldim. Senga bitta iltimosim bor. Qanaqa? Meni ham огородni tozalab berasan. Okey, pul berasizmi? Da pul beraman. Avval pulni olgin. Mana u xonada sandiqda turibdi pul. 10 ta almaz ol. 5 ta almaz ol. Kam ishlayapsan. Okey. 5 ta. Ya, sen kimsan? Merda xotiniman, sen eshikdimi? Merda xotini. Ha, merda xotiniman. Sen eshikdimi deyapman. Yaxshi, bir kun ishing tushadi-yu. Ko'ramiz. 1 2 3 4 5 oldu. Uzr, rasmiylar payhon qilib ketdim. Ey. Mana shu tomorqalar merdiki bo'lsa kerak, juda ham ko'p ekan. Mayli, videoni stop qilib turaman bolalar. Voy, ikki bo'lgancha tun ham bo'lib ketdi. Voy, nima bo'lyapti? Ikki bo'lgancha tun ham bo'lib ketdi. Yomon ishlatdim merboru. Voy, zombi. Zombi bilan oson o'shalaman. Tajriba bor. Mana mer zo'rg'a ishladim. Davay ber. Okey. Men hammasini beraman sizga. Oling. Вообще qiyin ekan ishlash boru. Mayli, men uxlayman mer. Okey. Boraver. Uyam uzoq, bu qishloq ham katta ekan вообще. Jinosan Creeper. Videoni stop qilib turmasak bo'lmaydi. Ishlagancha ertalab ham bo'lib ketdi. Kechaga Creeper yomon bo'ldi. Zattad o'qimadim, uyim yaxshi. Ammo qanaqa joyga bo'lmaydi. Ovqatlarim avval. Yomon charchadim. Da bu uyga o'xshamayapti. Bu do'kon ekan. Nimalar bor?
Hech nima yo'qmi? Hech nima yo'q-ku. Hali ochilmadik. Hali ochilmagan do'kon ekan. Nimalar kim? Oskarning uyi. Kim u? Oskar? Oskar yomon. Nima? Oskar kim u? Короче, Oskar bu ovchi. Bizning ovchimiz. U oldin xotinini va bola chaqasini qochib kelib bu yoqqa kelgan ekan. Nima? Shunchalik u qo'rqinchlimi sizlar uchun? Da. Odam ham o'ldirib qamalib chiqqan ekan oldin. Nima? Oskar. Shu rostmi? Jitel. Ha, o'zi eshitib qolmasin. Uyi. Uyi ham g'alati. Ana o'zi ekan. Ana o'zi. Men bormayman yoniga yaxshisi. Yaxshi to'g'ri qilasan. Ana uy kimniki? Umi, merni xotinini uyi. Sizlar egizakmisizlar deyman. Ha, egizakmiz. Merni xotinini o'ziga rasmiylashtirib olganmi? Ha. Lekin mer bilan yashaydi. Odam bo'yatdi. Tushunarli. Odam qo'yadi. Xuddi shahardagiga o'xshar ekan bu yer ham. Zerikarli, lekin yaxshi. 7-chi oy. Men ham omborga narsalarni qo'yishim kerakmi bo'lsa? Oskar rostdan odam o'ldirgan ekan, jin ursin. Anaqa qishloq bo'lmaydi narsalarni. Men seyfim, uni ocha olmaymiz chunki verstak bor. Aha. Verstakni olib tashlab ochish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Haha. Buni tashlamoqchi emasman. Просто tak ko'rsatmoqchi edim. Narsa yaxshi. Hech kim olmagan. Davay qo'yib qo'yamiz. Omborda birinchi kalta o'zimda yuribman. Omborga bo'mizlar kirib qolsami, rasvosini chiqaradi. Oskar. Men qiziqib qoldim Oskarga. G'alati bir odamga o'xshaydi Oskar. Mark ko'chasi? Nima bu? Mark ko'chasi, Anna ko'chasi, James ko'chasini ko'rdim bitta. Voy, dod. James ko'chasi. James kim? Merning o'g'li. Markchi. Merni o'zi. Annachi. Merning xotini bor edi. Nima balo, mer butun bola chaqasi bilan kelganmi? Menimcha bu video emas, iqror seriallariga o'xshab ketyapti. Mana rostdan mer o'g'li. No do'stim bu. Haydi bolalar, men ham uzoq vaqtga qoldi Oskar uchun olsin. Kechimiz kerak. Bolalar, videoni to'xtataman endi. Hammaga xayr, sizlar bilan Zona o'z bo'ldi. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr, yana bir marta aytib qo'yay, maktab seriali tugadi, boshqa bo'lmaydi. Agar ikkinchi fasl bo'lib qolsa, komment